Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlarga bugun Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida joylashgan Archazor dam olish maskanini qisqacha qilib obzor qilib bermoqchiman. Bu yerga bemalol oilaviy ayollar kelib ham dam olishi mumkin. Taomlardan zakaz ovqatlarimiz bor. Nima zakaz qilinsa qilib beriladi. Mana shinamgina xonalar, issiqqina bemalol kelishlaring mumkin. Bunday xonalardan 4 ta 5 ta bor. Mana bemalol suv ustida o'tirganda o'tirishlaring mumkin. Bu yerda zalimiz bor. Mana zalimiz. Mana 20 ta 25 talik odamlarga xonalar, ular sal kichikroqlari. Bemalol kelib dam olib ketishlaring mumkin. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.